Diqqat! Binom guruhi vakili Komil Fozilov haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Binom guruhi vakili Komil Fozilov o'zining Instagram sahifasida hayotidagi og'ir va qayg'uli voqeani kuzatuvchilari bilan bo'lishdi. U onasining 1 yil avval kutilmaganda vafot etganini va bu yo'qotishning uning hayotida chuqur og'riq qoldirganini ma'lum qildi. Komilning so'zlariga ko'ra, onasi konsertga 3 kun qolganida vafot etgan. Shu paytga qadar u validasi bilan so'zlashgan oddiy, ammo mehrga to'la suhbatlarni eslaydi. Uyimdan chiqib ketayotganimda onajonimga dedim, siz eson-omon shifokorga borib keling. Keyin men sizga konsertga kiyish uchun yangi kiyim olib beraman. U esa javob berdi: bolam, konsertingga qadar bormanmi, yo'qmanmi, men unga unday demang onajon. Hali ko'p konsertlarimni ko'rasiz. Shunda u kulib, ha bolam, men zo'rman, hammasi chotki dedi. Shundan 1 soat o'tib, Komil ish joyiga bo'lganida doktor unga qo'ng'iroq qilgan va so'ragan: "Siz o'g'illarimisiz? Kela olasizlarmi?" Bu so'zlar Komilning ichini larzaga solgan, chunki u kela olasizmi degan savol emas, balki bir necha kishini nazarda tutib kela olasizlarmi deb so'ragan. Uyga borsam, onajonim omonatlarni topshirgan ekanlar. Konsertga 3 kun qolganida 3 kun ta'ziyada edim. Uxlamadim ham. Konsertni bekor qilamizmi deb prodyuserlar so'rashdi. Yo'q, Alloh kuch bersa bu konsertni eson-omon o'tkazamiz dedim. Konsert qanday o'tganini bilmayman. Iloji boricha bu musibatni muxlislarimga bildirmaslikka harakat qildim. Lekin doim birinchi qatorda o'tiradigan joylarga qaray olmadim. Bu men uchun juda og'riqli edi. Baxtimga atrofimdagilar menga dalda berib turishdi. Konsertni eson-omon o'tkazib oldik. Yaqinda telefonimga xuddi shu videodagidek SMS keldi. Baribir insonmiz, dunyo tashvishlari bilan chalg'iymiz. Bu SMS shu darajada ta'sir qildiki, buni sizlarga yetkaza olmayman dedi xonanda. Komil Instagram sahifasida kuzatuvchilarga shunday murojaat qildi: Yaqinlarimiz, ota-onamiz borligida ularni qadrlang. Ular biz uchun eng katta omonat. Hayot kutilmagan voqealarga boy ekan. Onamning haqqilariga duo qiling, rahmat deya yozib qoldirgan.